Assalomu alaykum hurmatli bobo dehqonlar. Mana ko'rib turibsizlar, bir ajoyib mana tepaliklar. Mana bu tomonlarimiz past, biz tepalikqa chiqyapmiz. Bilsalaring, hozir biz Toshkent viloyati Piskent shahridamiz. Bitta mana shu Telegram gruppamizda bo'lgan Kamoliddin degan ukaxonimiz bor. Mana shu Kamoliddin degan ukaxonimiz mana shunday balandliklarda yer qilib, ancha mehnat qilib, mana shu yerga 10 sotiklik teplitsa qurgan. Bu teplitsaga qilich qalampiri ekilgan. O'tgan yili qilich qalampirini syomkalari Buxoro viloyatidan tayyorlangan edi. Mana biz erinmay keldik. Shu Piskent shahrida mana shu ko'rib turganingizdek baland tepaliklarda 10 sotik joyga qilich qalampir ekilgan. Hozir sizlar bilan kirib qalampirlarning holati hamda Kamoliddinni suhbatga tortamiz. Qani kelaverlarchi. Mana hop, o'sha 10 sotiklik tepalikdagi teplitsamiz. Qani endi marhamat, issiqxonamizga kiramiz. Bu yerda o'sha mashhur qilich navli qalampirlarimiz ekilgan. O'zim ham to'g'risi hayratda qoldim. Hozir sekin yuravering. Operatorimiz Kamoliddin qayerdadir ishlayapti. Topib dehqonni suhbatga chorlaymiz. Billa nima ishlar qilingan, necha tup ekilgan va nima qanaqa sotilyapti, hammasini hozir dehqonni o'zidan so'rab olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Kamoliddin, tuzimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamasdan? Yaxshimisiz? Salomisiz? Ishlaringiz bo'lyaptimi? Charchab qolmadingizmi? Tuzimisiz? Bu dehqonchilarga Alloh barakasini bersin, juda chiroyli-yu. Rahmat. Men kiriboq bu teplitsani ko'rganda qani bir o'tiring, chunki dehqonlarga ko'p gapdan ko'ra haqiqiy bo'lgan nimasini ko'rsatganimiz ma'qul. Hurmatli bobo dehqonlar, mana shu Kamoliddin ukamiz bo'ladi, Piskent shahridan, Toshkent viloyati. Biz telefon orqali, Telegram orqali gaplashib turgandik. Mana bugun vaqt soat ekan. Shu ukamni bir dehqonchilikka qiziqib, kelmasam bo'lmaydi dedim. Mana holatlarni ko'rib turibsiz. Bu sun'iy emas yoki Photoshop emas. Bu bor narsa. Mana xo'p, Kamoliddin, endi mana shu qalampirlar haqida ozgina ma'lumot bersangiz. O'tgan yili Umidjon ukamiz Buxoroda bir syomka qilgan esingizda bo'lsa. Xo'p, Buxoro viloyatida syomka qilgan qilich qalampirini bizni bu Toshkentda, vodiyda yo'q edi. Hozir vodiyda ham bitta joyda bor. Zuhriddin degan ukaxonimiz, u ham kanalimizda bor, u ham qilyapti. Va mana sizniki, yana qayerlardadir boru bo'lishi mumkindir, lekin bizga yaqin bo'lganlari shu. Endi Kamoliddin, bu teplitsamiz mana hozir kiraverishda gapirib o'tdik, tepalikda qurilgan, boshqa bo'lgan. Sizga shamol-pomollarda bir qiyinchiliklar tug'dirmaydimi yoki barhavo juda chiroyli shabada bo'lib, chiroyli bo'ladimi? Shular haqida bir narsa deyinchi endi. Assalomu alaykum. Olos Baxtiyor aka, xush kelibsizlar. Rahmat, bor bo'ling. Uyga ham bormay, dehqonchilikni yaxshi ko'rganingizdan, issiqxonamizga to'g'ri kelganingizdan xursand bo'ldim aka. Albatta, birinchi shu-da endi biz uchun. Rahmat. Bu tepaligi yer qilganimizga bir 10 yilcha bo'lib qoldi aka. 10 yilcha. Shu issiqxona qilish rejamda bor edi. Ozgina shamol bo'lishidan qo'rqib yurib, ozgina vaqt o'tkazib qo'yganimdan afsusdaman. Qilsa bo'lar ekan. Baquvvat kilonkalar ancha ishonchli chiqib, ko'ngildagidek bo'ldi, chiroyli bo'ldi aka. Keyin bu yer afzalligi sun'iy, menga tabiiy anaqa suv tortish nima deydi? Zaxlamaydi bu yerda. Zaxlamaydi. Balandlik hisobiga hech qachon zaxlamaydi. Suv tortib ketaveradi aka, zax yo'q. Misol uchun ishonmaysiz, bugun suv berib, ertasi kun chopiq bajarilsa ham bo'ladi. Bu degani pastdagi yerlardan 2-3 kun oldinga o'tib ketish bor. Albatta. Tezlashadi. Bu aniq narsa-yu, balandlik hisobiga to'g'ri. Bugun suv ichsa, ertaga yana suv so'rab turishi bor. Albatta. Endi Kamoliddin, xo'p, shu 10 sotik ko'chat xonamizga, teplitsamizga nechta ko'chat ketgan? Yo'q, bet 10 sotik emas aka. 16 sotik. 16 sotikmi? 16 sotik. Men 10 sotik deb yotibman boshidan.
Hop, общий 16 sotik. Общий 20 sotik. 20 sotik. 2 metr yo'lak qoldirganman yuklashga, korobkalashga. Ekiladigan joyim 16-17 sotik. Hozir shu 16-17 sotikni hamma joyida qilich qalampiri bormi? To'ldirib qilich ekdim. Bir ariq pomidor, bir ariq Ha, yegulikka ular. yegulikka qo'ydim. Betga 8000 tup qalampir ko'chat rejamda bor edi. 8000 tup. Ha, keyin ustozlarim o'zingiz aytdingiz, qancha kam eksangiz Serialroq ekasiz. shuncha yaxshi bo'ladi deganingizda 2000 ta kam ekib 6000 tup ekdim. 6000. Natija zo'r. 6000 tup. Haqiqatdan natija zo'r. Bu telefon orqali ko'rish boshqa-yu, lekin mana biz ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz. Qo'yib qolmasdan iloji yo'q. Haqiqatdan Havo chiroyli. aylanishiga e'tibor bering deganingizga keyin ustozlarim Sadil aka ham havo aylanishi yaxshi bo'lsa, hosil yaxshi olaverasiz deyishganiga kam ekib ko'p olishni mana ko'rib turibsiz. Albatta. Tiqib tashlamadimda 8000 ta ketadi deb ko'p ekmadim. Serialroq 6000 ta bo'lsa ekdim. ko'p ketadi. Endi Kamoliddin mana hozir dovoni oshib keldik. Tog'larda qorlar turibdi. Demak, sovuq, yog'ib o'tdi, sovuq. Men o'zim mana hozirgi kunda ko'chatlarim borligi uchun gradusniga aniq qaramasam ham taxminiy bilaman, -3, -4 atrofida vodiyda bo'ldi. Endi sizlarda ham yaxshigina sovuq bo'lgandir. Telefonda ko'zimizni olmadik, sovuq qanaqa bo'lar ekan deb 1, 2, 3 yozdi-yu, lekin aka 4-5 dan kam bo'lmadi. 4-5 dan kam bo'lmadi. Bo'ldi. Endi ayni mana shu sovuq kunlarda atapleni yoqyapsizmi? Yoqdim, kechasiga yoqdim. Kechasiga Kunduziga hozir 30 oshib ketgan, menimcha. Issiq telayapti, albatta. Kechasiga lekin sovuq bo'lyapti. Kechasiga endi qalampirim man tugdirib olganman. Endi hosillariga uncha 18-20 manga shart emas, 10-12 ushlayaptim aka kechasiga. Endi bu qilich qalampirni injiqliklari yoki yaxshi tomonlari degan bir narsa deyalasizmi? Qanaqa qalampir ekan bu? Agar men boshqa nav ekib ko'rganimda, aka bu unaqa, bu bunaqa dirdim-ku, men buni hosiliga, men uje boshqa qalampir tanlashga menga hojat yo'q. Albatta, bundan bag'iga. Ildiz tizimi, bodring ekib yurgan balaman, pomidor ekib yurganman. Qalampirni birinchi ekishim. Shuni maqtashganicha bor ekan. Ozgina tushunchaga egaman aka bu o'simlik haqida. Ildiz sistemasi kuchliligini ko'rdim. Hosil bir-biriga yiqilmasligi uchun yaqinroq ekkanman buni. Hamma 60-50 tashlasa, men aka 35-40 ga ekkanman. Bir-biriga suyanlishi uchun. Shunda ham hosildorligi mana. Xohlagan joyingizga borib ko'rishingiz mumkin. Hosildorligi bir-biriga yaqin bo'lsa, gul tashashlar bo'ladi bodringda, lekin bunda men gul tashashni kuzatmadim aka. Hammasi deyarli solgan. Hozir tomoshabinlar yaxshi joyiga turib olishgan deb o'ylamasliklari uchun xohlagan joylarida hozir buni aynan men ko'rishingiz mumkin. Kamoliddin xafa bo'lmaysiz, mana shu qalampirni bitta uzaman. Bemalol. Mana bekarga. Bu tepadagi hosillarim bu tepadagi yiqilib ketdi aka. Hozir ko'rinib turibdi. Ko'tara olmay yiqilib ketdi. Pasidalar qizil. 20 kuncha oldin chaqirganimda 182 metrga yetdi bo'yi. Birinchi ekkanligim uchun ozgina xatolikka yo'l qo'ydim. Iplarni kam tortdim. Agar men bu haqda ma'lumotga ega bo'lganimda baquvvatroq qilardim. 182 metrga chiqdi. Hozir hammasi yiqilib olishdi. Sabab termayotdim, sotmayotdim. Ozgina narxi yaxshi bo'lishini kutayotdim. Hosildorlik ko'p. Kamoliddin, hozirgi gapingizga bir isbot qilaylikda, teplitsamizni bu tomonlarini ham bir ko'raylik. Xohlagan joyingizni ko'ring. Mana qo'limda qilich, bunday qiladi-yu qilichni. Xudo xolasa, boshingizga ehtiyot. Mana juda chiroylik. Xo'p, Kamoliddin. Bu hamma nimani gapirganimiz bilan xo'p, buni bozordagi hozirgi kundagi holatlarni ham bir gapirib berasizmi? Bu tepadagi hosillar. Hammasi yotib oldida, uzma hosilini ko'tarib olmoqda deb Baxtiyor aka. Albatta, Kamoliddin. Hosildorligi zo'r. Hozir eshitmay qoldi shekilli. Nima deysiz Baxtiyor? Buni bozordagi bir xaridorligi yoki bir nima deydi? Xullas, sotib ko'rdingizmi shu kungacha?
Yo'q, hali uzmadim aka. Отопление ham borligiga faqat hosilga ishlov beryaptim. Anaqa qishga g'amlayapti aka. Tushunarli. Hali sotmadim. Sizni men nimangizni tushundim. Sal narx-navolarni nimasiga qarab turibsiz? Qarab turibman. Bir 20 kun oldin so'raganimda 25 ming 30 ming edi. Kamolda bitta gapda bizni mana Termizda suvlar boshlarimizga tushib ketyapti. Bo'yimiz ham balandroqda. Xo'p, Kamoldan xabaringiz bor, bizni Oltiariqda Chorniy akula qalampir ekiladi. Lekin gibrid emas u. Jaydar navlardan yanvar oylariga borib 200 minggacha chiqib ketadi. 200 ming so'mgacha kilosi. Bu qalampirlarda ham o'sha yanvar oyigacha yetkazish maqsadingiz bormi yoki yaxshi bo'lib qolsa? Maqsadim aka katta, bahorga olib chiqish. Bahorga emas, yildan keyin ham boradi agar yaxshi qilsangiz. Qalampirni ko'pchilikdan nima qilganmiz, sindirib qo'yishadi, ko'pchilik boshqa bo'ladi. Buni sindirishdan ham keragi yo'q o'zi, mana shunday hosillarni agar yetkazib olsangiz, qarang. Kamoldan bu qilich qalampirlarimizni mana shu holatga kelguncha, mana ko'rib turibsiz, qilichdek bo'lguncha bularga yo endi qilichdek bo'lgan, mana o'xshab turibdi qilishga. Bularga qanaqa ozuqalar, ko'proq nimaga talabchan, shular haqida ham sezdingizmi? Chunki ertaga bunga qiziqqan dehqonlar ekib olib, palapartish, bema'ni bir o'g'itlarni berib, bo'lmagan gap ekan demasin, shu o'g'itlar haqida ham ozgina gapirib o'tib ketsangiz. Qo'limdan kelgancha endi rasa eski dehqon emasman. Shu bodring pomidorga nima bergan bo'lsam, shularni berdim. Nomlari magniy nitrat berdim, kaliy nitrat berdim. Keyin temir moddasidan qo'shib berdim aka. Keyin rangi to'g'rilanishligi uchun sulfatli dorilardan berdim. Keyin mana eng ko'p qilgan ishim ustidan vitamin sepib turdim. Ko'proq bagidan ozuqa berdingiz. Keyin kiraverishda ko'rdim, o'zingizga yarasha chorvoyingiz bor ekan. Go'nglar ham to'planyapti, go'nglar ham tushgan bu yerga. Keyin aka ozgina izlanishda bo'lganimda bolgarskiy qalampir go'ngni suymaydi, qattiqroq yeri xohlaganligi uchun go'ng solmaganman. Shuni bilib turib, bodring bilan pomidorda ishlatardim. Bunga solmadim. Agar o'sha chirimagan, ayniqsa chirimagan yangiroq go'ng solib qo'yganingizda o'lim bo'lardi. Hozir o'lim bo'lmadimi? Bironta o'lim yo'q. Bironta o'lim yo'q. Kiraverishda ko'rdim, hozir aytmay o'tdingiz, qopda o'zimizda amafos ham ko'rdim. Amafos ham solingan. Amafosni aka nima ekishimdan qat'iy nazar, sezon tugagandan keyin yig'ishtirib olib chiqib tashlab yeri tayyorlaymiz aka. Ana o'shanda sotigiga qancha 3-4 kilo adashmasam, daftarimni hozir noto'g'ri aytgan bo'lsam uzr, daftarimni ko'rishim kerak. Sotigiga 3-4 kilodan, misol uchun 10 sotikka 30-40 kilo, общийga 70 kilocha amafos sepib haydatib. Oltin gugurt solaman, oqay solaman. Bu gaplarni hammasini o'zingiz tavsiyangiz bilan qilaman. Albatta. Hozir endi kilogrammini aniq esimda yo'q, daftarimni ko'rishim kerak. O'sha men o'sha kiraverishda 10 sotik debman, mana sal kam 20 sotik joy. Ekiladigan joyi 16-17 sotik. Atroflari bilan ko'rdingiz, yo'lagimga 2 metr joy qoldirganman. 2-3 sotik yaqa chiqib ketsa aka, ekiladigan joy 16-17 sotik. Yo'q. Endi Kamoldan mana shu qalampirimizga, ya'ni qilich qalampirimizga qiziqqan dehqonlarga nima deyilasiz? Tomir tizimi baquvvatligi, mevani ser hosilligi, kasalliklarga chidamliligi, mana bitta shira ko'rmadim. Shira bosib ketadi ko'zlarda. Qanaqa dehqonlarga ekish tavsiya etasizmi? Tavsiyam aka, nimadir muammo yuz bersa, yuz bermaslikdan oldin chora ko'rishga harakat qilaman. Lekin misol oqpashshani yo'q qilib bo'lmaydi. Mana bironta oqpashsha yo'q. Nimaga qarshi ishlov bersa, rosa yaxshi qabul qilar ekan bu nav. Yomon xususiyat sezmadim, qanaqadir yegizish kerak. Qoshlar yegizish kerak. Ber deydi. Nima bersangiz ko'tarar ekan aka. Nima bersangiz yaxshi qabul qilar ekan. Bir zahar ham sepdim, oqpashshaga ham sepdim, shiraga ham sepdim. Albatta. Lekin menda kuzatilmadi, tushirmadim. Oldidan olib turdim. Kiraboq ko'rdim, o'sha shira yoki oqpashshani uchishi yoki baklarni qorayib ketishi bo'ladi. O'sha oqpashsha tashiydi, o'shanaqa narsalar yo'q. Unaqa zarar kunandalar yo'q. Nima hozir ishonishmas, oqpashsha bundoq qilganda srazi uchib ko'rinishi kerak. Kiraboq bilganman. Hasharotlar yo'q, shiralar yo'q.
Xudo Hurmatli xohlasa. bobo dehqonlar, Keyin boyagi savolingizga ozgina esimdan chiqibdi aka, bu qalampir to'g'risidagi ma'lumot. Hozir men birinchi ekishim o'zimizni Piskent rayonimizdagilar meni ekkanimni eshitib, kimgadir maslahat beraman, kimdir kelib issiqxonamni ko'radi. Qalampirchilar bir pasda eshitib olar ekan yaxshi narsani. Tumanimizdan 5-6 ta dehqonlar kelib, urug'i so'rab, ko'chatni ko'rib, qoyil qolib, bunaqa hosil faqat ko'z tegmasin, qoyil deb ketishdi eski dehqonlar. Keyin shu urug'dan ekishni tavsiya berdim. Bo'laveradi. Ko'chat bo'lsa shunchalik bo'ladi aka. Albatta. Qarang mana. Bular yotib olgani mana 2 metrgacha shunaqa qilib solish. Tegini uzmaganman. Uzsa tepa katta bo'ladi derdi. Mana tegi hali uzilmagan, uchigacha hosili bor. Demak, tomir tizimi o'ta baquvvat. Boquvda ham gap bor, endi boquv ham yaxshi boqaman. Albatta. Qizg'onmayman. Nima so'rasa beraman. So'ramasa ham beraveraman aka. Bermaganingiz uchun so'ramasa ham beraveraman. Keyin bular boya aytganimda 2 metr bo'yiga yetib oluvdi, bular yotib olishdi. Endi iloji yo'q. Hosili ko'pligidan yotib olishdi. Keyin yotadi. Hurmatli bobo dehqonlar, kechasi -5 bo'lgan bilan hozir Teplitsani ichi kamida 30, mana terlab ketyapmiz. Endi qisqacha videomizni to'xtatamiz, iloji yo'q, nafasam yetmay qoldi. Xudo xolasa, mana Kamoliddin bilan gaplashdik, keldik, ko'rdik. Chiroyli video bo'ldi degan umiddaman. Fikr, mulohazalaringizni kommentariyalarga yozinglar. Kamoliddin, siz ham sog' bo'ling uka, salomat bo'ling. Yana bitta qo'shimcha qilaman aka. Gruppangizga ko'p kirib turardim, lichkangizda ko'p gaplashganmiz. Mana shu mehmonimiz bo'ling degan gapimni yerda qoldirmay kelganingiz uchun rahmat aytib qolaman. Rahmat, sizga ham sog' bo'ling. Gruppaga tegayotgan yordamingizdan xursandman aka. Hamma dehqon sizdan xursand. Rahmat, shu qatorda men ham aka. Sog' bo'ling. Rahmat. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.